Bismillahirrahmanirrahim. Kelin, ovqatingiz bo'lib qoldimi? Oyijon, sabr qilib turing, og'izni ochib oldingiz-ku, ishlarim bo'lgandan keyin suz beraman shu ovqatingizni. Mayli bolam, ishlaringizni qilavering, o'zim suzib olaman, mayli bolam. Alaykum assalom, yaxshi turibsizlarmi? Ha, onam figo degim kelyapti degandilar. Erta-perta qilib berarsan. Ovqating pishganmi? Kiyimlarni almashtirib chiqaysiz. Nima qilyapsiz? Ozgina idish qolib ketgan ekan, shuni yuvib qo'yay dedim. Qolib ketmasin dedim. Qo'ying. Yo'q, qo'yaver. Yana charos. Bola qilmaydi, ozgina. Ne charos? Bolasi bilan u bolasiga qarayapti, bolasiga qilyapti. Qo'y dedim senga. Ma'qulmi? Qo'y dedim. Qo'yaver. Birinchi ishlarni bitirib, keyin kirib bolaga qarab o'rgan. Qo'y Shahzod o'tiradi o'zi. Tushundingmi? Hop. Keyin oyijon. Mayli opa, yaxshi o'tiringlar, hammaga salom aytinglar. Kelinglar aylanib biznikiga. Mayli, tinch bo'ylar. Yana singillaringizni chaqiryapsizmi? O'zi 2 xonali dom bo'lsa, nevaralari bilan kelib bardak qilib tashlaydi uyda. Nimaga unaqa deysiz bolam? Odam bor joyga odam keladi, bolam, unaqa demang. Oyijon, o'g'lingiz bitta emas, ikkita. Ikkinchi o'g'lingizni hovlisi katta-ku, o'sha qiyg'ing urug'ingizni. Menga qara. Nima ahvol bu? Dadasi keldingizmi? Nima deb yotibsan sen? Siz noto'g'ri tushundingiz, dadasi. Menga qara. Ko'ch ko'roning yig'ishida ko'zimga ko'rinmadi. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman men senga. Bu yangilik nima desiz? Kelinlarni nima emish? Men bu uyda ish qilishim majbur bas ekan.